Amerika-Jungo savdo urushi andiki mavzu vatandoshim. Amerika-Jungo savdo urushi Jungo sanoatini trillion yuandan ayirib etdi. Milyonlagan kishilar ishsiz qoldi. Mavzuli xabar 7-ayning 26-kuni Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi va Vanli tor beti ko'chirildi. Amerika bu yil 1-oyda Jungodan import qilingan quyosh energiyasi batareyasiga 30%dan 50%gacha boj qo'yib, Jungoda doirlarning qo'shimcha haq qo'shib berishini va tok bahosini azaytganligi sababli Jungoning Changzhou shahridagi quyosh energiyasi batareya ishlab chiqarishi zavodi ishdan to'xtadi. Zavod taqilib qolmay, ishchi xizmatchilar qisqartirildi. Odatdagi maoshdan o'tgan yildan boshlab yarmi kamaytirildi. Amerika-Jungo savdo urushi mush yilning 5-ida Yaponiya iqtisod xabarlari 26-kuni xabar qilib, bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. Jungoda Changzhou shahrida quyosh energiya batareya zavodi bu yil 1-oydan boshlab zarbaga uchirdi. İşten bo'shatilgan ishchilar mundaq dedi. Bu yil 6-oydan boshlab maoshim 2000 yuanga tushib qoldi. 800 nafar ishchi noroziligini ifodaladi. Jungo hukumati quyosh energiyasi batareyasi ishlab chiqarishni ilgari surib, quyosh energiyasining ishlab chiqarilish 2017-yil 4%ga yetgan 750 million wattdan oshgan 5 yil burunqiga solishtirganda 3 hassa oshgan. Butun yer shari quyosh energiyasi ishlab chiqarish liniyasi 70%lik bozor o'rnini Jungo egallashga erishgan edi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari import qilingan quyosh energiyasi batareyasiga qattiq boj qo'yganlikdan Jungoda ishlangan quyosh energiya batareyasining Amerika bozoriga kirishi to'sqinlikka uchirdi. Amerikaning boj qo'yishidan boshqa Jungo 5-oyning oxirida takror energiya ishlab chiqarish tok bahosini 10% to'vallatdi. Hamda quyosh energiyasi ishlab chiqaruvchi zavodlar qo'shib beradigan qo'shimcha haqni azaytib etdi. Bu ishlar Jungo quyosh energiyasi batareyasi ishlash zavodlariga og'ir zarba berib keldi. Jungo taraqqiyot va iqtisod komiteti tadqiqotchisi Wang Xincheng mundaq ko'rsatdi. Quyosh energiyasi batareyasi ishlash sanoatining zaiflashishi trillion yuan pul ziyon solgandan boshqa 250 ming nafar ishchi xizmatchi ham xizmatidan ayrildi. 250 ming nafar ishchi xizmatchi ham xizmatidan ayrildi. Ikkinchi faslda milliy daromadning o'sganligini prezident Trump madaladi. Kichik bir xabar yana. Mavzuli xabar 7-oyning 28-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq ko'rsatdi. Oqsaroy prezident Trump Amerika iqtisodining 2-faslda o'sganligi to'g'risida mundaq ko'rsatdi. 13 yildan beriki eng yuqori iqtisod taraqqiy qilish önemiga yetib keldik. Amerika Savdo Ministerligi juma kuni mundaq ko'rsatdi. 2-faslda Amerikaning iqtisodiy taraqqiyot önemi yil bo'yicha hisoblaganda 4,1% ga yetdi. Bu 4 yildan beriki eng tez o'sishdir. Prezident Trump Oqsaroyning sirtida muxbirlarga mundaq dedi. Savdo kelishimlari orqa-orqadan imzolanib, iqtisodning o'sganligi to'g'risidagi statistikimiz nayt chunqur yaxshi sahadir. Nayt chunqur yaxshi sandir kechiringlar. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Bundaq o'sish iznosiga asoslanganda Amerika iqtisodining bu yillik o'sish nisbati 3%dan oshadi. Har bir 100 nokta 3 trillion Amerika dollari ve 10 milyon iş o'rnidan darak berdi. Her bir o'sgan 100 noktada o'sganlik 3 trillion Amerika dollari ve 10 milyon iş o'rnidan darak berdi. Men qizil raqamni
esimde saklayman. Çünkü Amerika bütün dünya gelip Amerika'nı aldap pul tapıdığan devletke aylanıp kalgan edi. Prezidentim deydi, men kızıl rakamını esimde saklayman. Çünkü Amerika'ga bütün dünya gelip Amerika'nı aldap pul tapıdığan devletke aylanıp kalgan edi.